Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Qiz bala o millatimizning kelajagi jini. Qiz bala o barcha iqlimning ra'nosi guli. Qiz bala o illiq oilaning tatliq erkisi. Qiz bala o ota-onaning shodliq kulkisi. Hayotda o'zining alohida yo'lini izlagan har bir inson talanti bilan tinimsiz mehnati tufayli o'z yo'lini tepib yulduzi chaqnaydi emasmi? Bilim bilan san'at, qobiliyat bilan alohida xislat, chevarligi ham mohirligi, nazokatligi, husn go'zalligi bilan qalb go'zalligi mujassamlangan tabiat ato qilgan bizning Uyg'ur qizlari o'zlarining bo'ylaridagi bu esil xislat, qobiliyatlarini ko'rsatish maqsadida uyushtirilgan Uyg'ur Go'zli 2021 musobaqasiga qatnashib, bu baygida o'z kuchini sinab beqishga mas'ud qadmini tashlamoqda. Assalomu alaykum, Qadam TV YouTube kanalining ko'rarmanlari, assalomu alaykum, ekran oldidagi barcha aziz do'stlar. Yani Alamet Prodüserlik Sanat Merkeziminin kurulğununa 2020 yılı 10 yıl bo'lgan edi. Afsus elimizde hem dünya yüzde yüz bergen bu ig'ir ahvollar tufayli biz 10 yılligimizni nishonlab o'tamidik. Endi bu 2021 yılı qo'lga elayotgan Uyg'ur Go'zli 2021 musobaqasini bizning Qozog'iston mustaqilligining 30 yılığı hem Alamet Prodüserlik Merkezining 10 yılligi bag'ishlab o'tiribmiz. Endi mushu Alamet Prodüserlik Sanat Merkezimning mushu 10 yılligi harpisida, ya'ni 10 yil mobaynida bizga kimlar yar yo'lak bo'ldi degan mushu boyqi savolingizga albatta men dastlabki bu san'at markazimni qurgandan boshlab menga yar yo'lak bo'lgan Almuta shaharlik Uyg'ur madaniyat markazi. Chunki men o'zim u yerda san'at bo'yicha faoliyatlarni yurgizib, o'rinbosari xizmatini atqarayotgan chog'larim edi. Cumhuriyetlik Uyghur Etnomadaniyat Merkezi, Birlik Cemiyetlik Fondi, mesela muşundaq mana Qadam TV, Qozog'iston Uyghur Yoshlar Birligi Quyab, shundaqla Miras Amla Jamiyati rahmatlik Axtirmada shundaq yaxshi bizni yo'lab keldi, ham u yerga barcha xonim qizlar, onalar shundaq yaxshi qo'llab kelayotdi. Ham Uyg'ur Milliy Assotsiatsiya va uning yanida nashr qilinayotgan axborot jurnali Uyg'ur Ovozi gazeti, Aziya Bugun gazeti, İntizar jurnallari ham G'uncha bolalarga bag'ishlangan jurnallarmi bizning faoliyatlarimiz haqida doimo o'zlarining baytlarida ko'rsatibdi. Yana yaqindan qolgan Ihson A jamiyatlik fondi barcha akalarga, hadiyalarga, do'stlarga, yana buni usulchilarga, xoreograflarga, Do'lan usul ansamblining rahbari Baxtiyor Imronga, Ruxsara usul ansamblida doimo bizni yo'lab kelayotgan usulchi qizimiz Nozugumga mushu fursatdan foydalanib ko'plagan mushundaq qalbimga yaqin insonlarga, meni qo'llagan aka hadiyalarga hammalarga rahmatimni aytaman. Mana o'tgan oyning 15-yulduzi Uyg'ur Go'zli 2021 musobaqasining birinchi qitimliq tanlab elish bosqichi yuqori darajada o'tkazilgan bo'lsa, Savr oyining 6-yulduzi ikkinchi bosqichi onlayn formatda yurgizildi. Mazkur onlayn formatda uyushtirilgan Uyg'ur Go'zli 2021 musobaqasiga 7 qiz tizimlikka yozilib, orasidan 3 qiz tanlab elindi. Yani talablarga bog'liq qizlarimiz o'zlarini tonishtirish ham o'z hunari ko'rsatilgan video, sinalg'u materiallarni oldin ola tashkiliy to'pga yo'llab berdi. Tashkiliy to'p har bir yo'llangan sinalg'u materiallarga tafsiliy qarab, baholab, mushu musobaqaga muvofiq ko'rgan 3 go'zal barna qizlarimizni tanlab oldi. Uyg'ur Milliy Assotsiatsiya Jamiyatlik birlashmasining raisi Hakimjon Mametovning başçılığında biz 2017 yıldan başlap Alamet Prodüserlik Merkeziga öz yardımımızı ko'rsatib kelyapmiz. 2017 yılı biz Uyg'ur Go'zli 2017 konkursiga andın ana tiliga bag'ishlangan xalqarалық festivalga keyin markaziy muzeyda o'tkazilgan bolalarga bag'ishlanib ham ataqli rəssam Marsi Taxunovning 80 yıllığı bag'ishlangan festivalga o'z yordamimizni ko'rsatdik.
Axborot jurnali o'z navbatida Qalbinur Arifning har bir faoliyatini o'z sahifalariga chiqarishga tirishib kelmoqda. Ey qizim, qiz bo'p yorilish peshonangizga yozilgan ekan, siz bu muqaddas irodadan o'zingizni cheksiz baxtli sanang. Qiz bo'lganligingizdan faxrlanishingiz, vujudingizga qizlik fazilatni jamlab, sehriy kuchingizni qezishingiz, hayotda insonlarga foydali bo'ladigan har qanday ishga ijtihod bilan qarab, o'zingizning hayron qolarlik natijalaringiz orqali kishilarni qoyil ham moyil qilishni biling. Ey qizim, qiz bola bo'lgan ekansiz, o'zingizga xos nazokat, xuluq, vafodorlik, sadoqatmandlik, mehribonlikni, qadr-qimmatni yarating. Mushu qadr-qimmat asosida o'zingizning hayotlik faoliyatingizni davomlashtiring. Jamiyatga ozda to'liq to'kib qo'shing. Alamat prodyuserlik san'at markazi faqat o'zining dastlabki ishini san'atning gul g'unchisi sumrug'i bo'l deb Suhrab Nizamdinovning yakka konserti bilan boshlandi hamda Gul Giyola saharda Uyg'ur o'ynar laparga deb lapar kechiliklari bilan boshlandi. Mana uningdan keyin 2011-12 yillari 2 yil udda Shahzada ham Shahina loyihasini ib chiqdik. 2013 yıldan başlap Uyghur Gözeli loyihasi qo'shildi. 2014 yılda Jigit Sultani, onundan xalq talantlari arasida Örler San'atkar nomli cho'ng festivalni uyushtirdik. Yosh avlodlarimizning go'zal tarbiyasi, ona tiliga bo'lgan muhabbatini uyg'otish maqsadida Ona til demak, xalqimni so'ymak nomli festivalni cho'ng doirada o'tkazdik. Ataqliq dangliq rassom Mars Hitaxonovga bag'ishlangan Ana yurt qo'ynida nomli rassom yosh rassomlarimizga bag'ishlangan cho'ng festivallarni uyushtirdik hamda san'atimiz bo'yicha ana diyorimizdagi barliq dangliq cho'lponlarimiz bilan zich munosabatda faoliyatlarni yurgizgan vaqtlarimiz bo'ldi. Shu asnoda dangliq cho'lponimiz Mo'minjon Ablikimning Yetti maydon konsertini uyushtirdik hamda G'ayrat Ibrohimni bizning o'sha Alamat prodyuserlik san'at markazimizning 5 yilligida mehmon sifatida elib chiqdik. Buningdan sirt xanım qizlarimizning faoliyatini, ishlarini jonlantirish maqsadida xanım qizlar forumini o'tkazdik. Ham mushu nashriyat to'kpikorlariga bo'lgan izzat hurmat maqsadida to'kpikor matbuot to'kpikorlari degan yana bir cho'ng faoliyatlarni o'tkazdik. Men o'ylaymanki, bu faoliyatlardan sirt yanama xayrixohlik, har qanday bolalarga bag'ishlangan, birinchi iyun bolalar kuniga bag'ishlangan ko'plagan har yilgi an'anaga aylangan faoliyatlarimiz bor deb ishonchli ayta olaman. Mana mushundaq donalarimiz, onalarimiz, mo'minlarimiz qoldirib ketgan esil so'zlar bilan, hikmatlar bilan gapimni oyoqlashtirib o'tirib, mushu Uyg'ur Gözeli 2021 musobaqasiga qatnashishga bel bog'lagan barcha go'zal omoq qizlarimizga oq yo'l tilayman.